tabrikatlari bo'lamiz. Omonat gapini yetkazmoqchiman. Chiroyli gaplari tug'ilgan kun ekan, bugun aytmoqchigandi. Bugun ayyom. Assalomu alaykum. Mujiki, O'zbekiston. Sizlarning poddershkalaringiz, menga bergan ishonchingiz uchun juda katta rahmat aytaman. Har birini eshitib, sezib turibman. O'zbekiston o'g'loni ekanligimdan faxrlanaman. Bugun 24-oktyabr 26 ga kirdim. Yana onamdan uzoqdaman. Onajon, siz xafa bo'lmang. Bir marta bergan va'damni ustidan Allohning izni va sizning duolaringiz bilan erishdim. Yana va'da beramanki, ota-ona, sizni o'g'lingiz butun dunyoga O'zbekistonning bayrog'ini tanitadi. Onajon, siz xafa bo'lmang. Barcha O'zbekiston mujiklari sizning o'g'lingiz. Mujiklar, duoda bo'linglar. Yaqin kunlarda ozodlikka ko'rishish nasib qilsin. Men sizlar bilanman. Gold 7 marta yiqilsa 8 marta o'rnidan turadi. O'zbekiston, men sizlarni yaxshi ko'raman. Allohning izni bilan janglarda ko'rishguncha O'zbekiston davlati va rahbariyatidan minnatdorman va bizlarga odilona hukm chiqarishiga ishonaman. O'g'lingiz bu chiroyli gaplar yozyapti, shuni omonatini yetkazdik. Xolajon, amak. Onajon, bu sarin nomidan, og'aylar nomidan tabriklaymiz. Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya et qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Katta rahmat. Shunchalik elin yurtimni sizlarga advokatlar borligidan faxrlanamiz. Onasi shu Shahzodjonni Alloh taolo shu dunyoga keltirgani uchun mana onasini hamd sanoat etamiz. Bugungi juma ayyomini O'zbekiston tabriklaydi. Shunday yurtboshimiz borligidan faxrlanamiz. Mana shu prezident bo'lganimizda butun O'rta Osiyo bo'lsa prezidentlar ichidan eng ulug' deb qo'yadi Alloh taolo. Shuning uchun O'zbekistonda xuddi shunday o'g'loni farzandi Shahzodbek Goldda ishini borligini hamma faxrlanadi. Hammaga rahmat deyman. Mana shu O'zbekistonda ham boshqasi ham mana shunday o'g'illar hammaga o'stirish nasib qilgan bo'lsa